Assalomu alaykum, hurmatli Nur Mebel obunachilari. Mana xudo xolisa Namangandan tushgan zakasimiz ham tayyor bo'ldi. Hop. Ugalogimizda razmerlari kattaroq bo'lgan, 530 ga 230 holatda bo'lgan. Uyda o'ng chapini tanlamaydi. Ikki ko'rinishda ham terilaveradi, yoqqa ham bu yoqqa ham olib. Uy to'ra burchaga aylanib tushaveradi. Hop, taburetkasini 4 ta bo'lardi, 5 ta qiling dedi. Bitta bu yoqqa ham qo'shib bering dedi. Shuning uchun bitta taburetka bu tomonga ham qo'shib berdik. 4 ta bonusiga bolishi, xudo xolasa, ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujinada bo'lgan. Garantiyalari bor inshaalloh. Dekorlarini oldingizda tillasini qo'ydik. Shu galogimizni tillasidan. Endi bunizda korishniy patina tortilgandan qo'ydik. Sababi skromniyroq bo'lsin dedi. Unisini ham unisiga ham kimgadir yoqadi golta, kimgadir korishnivisi yoqadi. Shuning uchun korishnivisidan qilib bering dedi. Korishnivisidan qilib berdik. Taglarini ham ko'rishinglar mumkin. Jurnalni stollari ham 2 bo'lak bo'lgan. Bu yerdan ulanadi. Bunisini hali qatirmadik. Olib borgandan keyin qatirib beramiz. Joy-joyiga tushib qoladi o'zi. Bir xil bo'lib. Unchab tanlamaydi. Orqalari ham mana o'zini materialida bir xil qilib yopilgan. Oxirgida DPda yopilgan bo'ladi. Xudo xolasa. O'ta go'zal holatda bitdi. Choklari ham o'ta tekis. Mang'izlari ham o'ta tekis qilib tikilgan. Choklarini ham ko'rishingiz mumkin. Bir xilda bitta liniyada chiroyli bo'lib turibdi. O'g'illarniki ham bir-biriga to'g'ri kelgan. O'ta go'zal holatda bitdi. Xudo xolasa, kimga shunaqa sifatli hamyonbop o'g'illar kerak bo'lsa, Nur Mebelga murojaat qilinglar. Chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Xo'p, noshkalari ham balatidan qo'yiladi doim. Sababi mehmonxonaga qo'ysangiz yoki oshxonangiz kattaroq bo'lsa, oshxonangizga qo'ysangiz ham bemalol taglarini pilisoslab tozalasangiz bo'laveradi. Shuni hisobini olgan holatda balatdan qo'yiladi, ham ko'rinishi ham bagati video beradi. O'ta go'zal, xudo xolasa. Hop, keyin ko'pchilik noshkasi sinib ketmaydimi deb yog'och noshka qo'yib bering deyapti. Yog'och noshkadan bu noshkamiz anchagina baquvvat. Chunki yog'och noshkani bu yoqqa qilganda yosh bolalar, misol uchun taburetkasiga yog'och noshka qatirilsa, yosh bolalar bu yoqqa surganda sinib ketsa, unisini sizlar ta'mirlamasanglar, misol mijoz ta'mirlamasa, ta'mirlash uchun обязательно bitta usta chaqirib bitizish kerak. Undan ko'ra mana plastmassa noshkani 2 dona samarangiz bilan joyiga qatirib qo'ysa bo'laveradi. Materiallarni ham ko'rishingiz mumkin. Teddy materialda. Bu materialimiz oxiri. Endi xudo xolasa do'konlardan so'rasak 1 oy, 1,5 oyda keladi dedi. Bu materialimiz oxirgi rulondagisi, xudo xolasa. Bittadan like, komment yozib, ugalogimizning narxi shu turishi 7 million 200 ming so'mga tayyorlab berdik. Ugalog o'zi 7 million so'm edi, 200 ming so'mga bitta taburetka ham qo'shib berdik. Komplekt narxi. Ichlari 100% sasna, pampers prujina. Biror qarish tera yog'och aralashmagan. Telefon qilib aloqa qilinglar, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz.